Ash-Shafi. Bu mehribon Parvardigorimizning go'zal ismlaridan biri bo'lib, u zotning bu ism bilan ismlangani va Shafi sifati bilan sifatlanganiga alohida hamd aytishimiz va ko'p shukrlar qilishimiz lozim. Hayot kasallik, og'riq va turli dardlarga to'la. Shuning uchun ham Alloh taolo o'zini Ash-Shafi deb atagan. Toki og'riq va dardlaringiz uning rahmat va qudrat mehrobida sajda qilib shifoga ulashsin. Kasallik mag'rur insonning kibrini sindiradi, guldek ochilgan yuzini so'ldiradi. Dunyoga ochko'z kishining tinim bilmas yugurishlarini bitiradi. Alloh taolo sog'lom va yashnab turgan bu jismning kasallik orqali bir muddatga so'lishini taqdir qiladi. Toki inson ojizligini tan olib, kuch-qudrat o'z qo'lida emasligiga qanoat keltirsin uchun. Alloh taolo bandasiga kasallik taqdir qilishining yana bir hikmati shundaki, kasallik insonga xuddi shu kasallikka o'xshagan yana bir narsani, o'limni eslatib turadi. Zero kasallik jo'shqin va jonli hayotning nihoyasi bo'lsa, o'lim jonning, hayotning nihoyasidir. Sabzavot, go'sht va dunyodagi eng faqir kimsalar ham tanovvul qila oladigan o'simliklarga shifo sirlarini joylab qo'ygan zot Alloh taolodir. Albatta, Ash-Shafi bo'lgan zotdir. Ehtimol siz o'zingiz sezmagan holda kasal bo'lib va yana o'zingiz bilmagan holda kasalingiz uchun foydali taomlarni tanovvul qilib tuzalib ketayotgandirsiz. Mehribon Parvardigorimiz bizga sezdirmay qancha kasallardan biz g'ofil bandalariga shifo berib qo'ygan ekan. Alloh taolo xohlasa, oddiy suvni ham shifo qilib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zamzam nima uchun ichilsa, o'shangadir. Va yana Zamzam ochga taom, kasalga esa shifodir dedilar. Alloh taolo bandasini o'ziga qaytishi uchun, ya'ni gunohlardan qaytib to'g'ri yo'lga yurishi uchun kasal qiladi. Banda to'g'ri yo'lga qaytsa, undan kasalliklarni aritadi. Chunki kasallik o'z ishini bajarib bo'ldi. Bandam kibrni qo'yib hokisor bo'lsin deb kasallik beradi. Banda hokisor bo'lsa, uni kasaldan xalos etadi. Chunki kasallik o'z vazifasini o'tab bo'ldi. Odamlarning dardini his qilsin deb unga dard beradi. Banda atrofidagi insonlarning chekkan azob uqubatlarini his qilsa, Alloh taolo uning dardiga malham beradi. Zero dard o'z ishini qilib bo'ldi. Sabringizni sinash uchun, taqdirga roziligingizni imtihon qilish uchun sizga kasallik beradi. Sabr qilsangiz, taqdirdan rozi bo'lsangiz, kasalingizni aritadi. Chunki kasallikning foydasi qolmadi. Huzuriga kirish uchun avvaldan ro'yxatga yozilishga, davolanish uchun alohida hujjatlarga va belgilangan vaqtda kamida 15 daqiqa avval kelib turishga ehtiyoj bo'lmagan yagona shifokor bu Alloh taolodir. Ya Alloh desangiz bo'ldi. Eng buyuk ilohiy shifoxona sizga o'z darvozalarini ochadi. Bu shifoxona komil shifo, rahmat, qudrat, lutfu marhamat shifoxonasidir. Allohim, ey Shafi zot, har bir jon, charchoq jism va ojiz qalbdan o'z shifoing va rahmatingni dariq tutma. Sen o'zing duolarni eshitguvchi zotsan.